Bundan taxminan bir 27-28 yil oldin Azharni shayxlaridan bo'lgan Abdulhalim Mahmud rahmatullohi alayhni bir tasavvuf to'g'risidagi kitobini o'qigan edim. Tasavvufga qiziqish shu kitoblardan boshlangan. U kishi so'fi edi o'zi, Abdulhalim Mahmud. Shunda bir qissa keltirgan edilar. Bir shu zohidlik yo'lini tutgan, zohid bo'lishga harakati bor odam bir yerdan ikkita baliq topibdi-da, o'tirib birini yebdi. Birini yeb, bitta baliq yedim, Allohga shukr. Ikkinchisini nima qilsam ekan? Savol endi. Ana u faqirlarga bersammikin, yo olib qo'ysam, ertaga o'zim yesam yaxshi bo'larmikin? O'ylab bir faqirlarga beray debdi, bir o'zimga qolsin debdi-da, oxiri ularga ham Alloh bir rizq berar, o'zimga qolsin, ibodatni ko'proq qilaman deb o'ziga olib qo'yibdi. Olib qo'yib xijolatli boshlanibdi. Shuni o'shalarga bersam nima bo'lardi? Olib qo'yganim yaxshi bo'lmadi-da. Xullas o'ziga o'zi savol berib, aylanib to'xta, mana shuni endi kattaroq odamlardan so'raylik. Meni qilganim to'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri bo'lsa, ko'nglim to'ladi. Noto'g'ri bo'lsa, o'zimni tuzatishim kerak. Debdi-da, nega o'sha zamonasini mashhur shu zohidini izlab ketibdi. U odamni ko'rmagan ekan, qayerda turishlarini ham bilmas ekan, eshitar ekan. Palonchini xohlayman deb so'rab topib boribdi. Odamlar ko'rsatishdi, palon yerda. Borib ana hovlilari o'sha borsangiz kirsa, qarasa, darvozaborlar turibdi, surishtiryapti. Ichiga kirsa qasr. Adashib kelib qoldimmi? Palonchini uyimi ha shu. Shu ko'rishmoqchi deya o'zlari yo'qlar, safardalar. O'tirib turing, kelib qoladi. O'tirib olib rosa o'ylanibdi. Men qayerga kelib qoldim o'zi? Men-ku bitta baliqni majarosini qilyapman. Bu yerda mana qasrlar turibdi, xizmatchilar yuribdi. Zohidlik qayerga ketdi endi? O'ylab o'tirgan ekan, keyin kelishdi deb qopti-da, shayx u zohid katta shayx kirib ketdilar. So'rashib o'tirgandan keyin, hop, agar kishini qalbi dunyoni muhabbatidan forig' bo'lmasa, bo'shamasa, u qalbga Allohning muhabbati joylashmagan bo'lsa, bitta baliqni ham yaxshi ko'rib qolaveradi debdilar. Shunda haligi odam o'rnidan turib, kechirim so'rab, men sizga shogird tushsam degan ekan. Qarang, u uy bor, qasr bor, mol-u mulk bor, muhabbati yo'q. Ali bitta baliqning muhabbati bunda turibdi. Ana o'sha orif zotga Alloh taolo bildirgan ekan shuni-da. Haligi odam o'zi arz qilmasdan turun aytganlar. Bandaning qalbi dunyoning muhabbatidan bo'shamasa, u qalbga Allohning muhabbati joy bo'lmasa, bitta baliqni ham yaxshi ko'raveradi. Muhabbatni qo'yaveradi bitta baliqqa ham. Demak, o'zlaridagi qasrlar, u yerdagi dabdaba-yu asalar u odam uchun yo'q. Qalbida Allohning muhabbati bor, ular bir quruq surat bo'lib turibdi xolos. Mana shu holatlarni demak ulug'larimiz aytishgan, deyishgan, qilishgan. Zohidlik har bir banda uchun kuchi yetganicha, imkon boricha harakat qilib, demak o'ziga sifat qilib olishi lozim bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Shuning uchun bu zohidlikni madhida juda ko'p gaplar kelgan. Zohidlik Allohning roziligini topish, dunyoda xotirjam o'tish, Allohning muhabbatini qozonish, odamlarning muhabbatini qozonish, o'zini turli xavf-xatarlardan himoya qilish va hokazo sonsiz sanoqsiz xayr barakotni manbasi hisoblanadi. Shuning uchun biz o'zimizni tiklanish jarayonimizda zohidlik deb atalgan maqomdan nasibamiz yetganicha, imkoni kelganicha o'zimizga olishimiz kerak.